berish uchun maktabimiz direktori Nasiba Ergashevga beramiz. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, hurmatli onaxonlarimiz, hurmatli aziz ustozlar, opalarim, singillarim, hammalaring bugungi tadbirga xush kelibsizlar. Mana shu sizlar ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana bugun eng ulug' kunlarda, ulug' ayyomlarda o'tiribmiz. Ro'za Ramazon hammangizga muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan mana shu bahor ayyomlaridan biri bo'lgan 8-mart bayramimiz hammamizga muborak bo'lsin. Hammalaringiz tanjonlaringiz sog', umringiz uzoq bo'lib, xonadoningizdan tinchlik, xotirjamlik, fayz baraka armasin. Mana shu farzandlarimizni baxtini, mana shu ko'zi qo'nab turgan farzandlarimiz baxtini hammamiz birgalikda ko'rish nasib qilsin. Mana bugun Gulfarxon mana shu ota-onalar bilan birgalikda, o'quvchilarimiz bilan birgalikda shunaqangi chiroyli tadbir tashkil etibdi. Mana shu bizdagi eng yetuk kadrlarimizdan biri, eng intiluvchan, izlanuvchan yoshlarimizdan biri hisoblanadi. Gulfarxon, ishlaringizda omad tilayman. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Farzandlarni, mana shu farzandlarni, o'zingiz farzandlaringiz vaqt kamolini ko'ring. Vazir ustonasiga, prezident sovrinlariga loyiq ustoz bo'ling. Ilohim, hammamiz mana shu ulug' ayyomlarda o'tiribmiz. Hammamizni istagan ezgu niyatlarimiz hammasi ijobat bo'lsin. Hammalaring xush kelibsizlar, xush ko'rdik. Tadbirimiz ochiq, yaxshi o'tkazib oling. Assalomu alaykum. Ushbu davraga yig'ilgan munis ayollar, mehrdaryo ustozlar, go'zal opa-singillar. Mana bugun qutlug' kunlarda nishonlanayotgan 8-mart bayrami hammangizga muborak bo'lsin. Ushbu bayramni 3-A sinfning beg'ubor bolajonlari hamda ularning quvnoq onajonlari bilan sizning ko'nglingizni ko'tarish maqsadida tashkil qildik. Hammangizga oilaviy xotirjamlik, sog'lik, salomatlik, farzandlar ardog'ida hamisha sevimli bo'lib yurish hammangizga nasib qilsin. Siz borki, olam munavvar. Shu o'rinda men bugun bayramga o'z onajonimni taklif qilganman. Hozir onamga atab bitta she'r aytib bersam ijozatingiz bilan. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. Kirsa hamki 90 hatto 100 gacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onalar bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandi baxtini albatta ko'rsin. Yetimlik dardini azobi ko'rsin. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda, onajonim bor hayotda, yashash boshqacha. Hamisha sog' salomat bo'ling jonim.